Damas motoriga Spark portion qo'yganda qaysi detallar o'zgaradi? Shu haqida ma'lumot berib o'taman. Videoga like bosib, kuzatib turasizlar. Ikkita Damas mashinasini motorini olib qo'yganmiz. Ikkitasi ham Spark 1.25 lik portion qo'yib berganmiz. Eng asosiysi shatuv o'zgaradi. Asosiy o'zgarish palisda bo'ladi. Spark bilan Damas palisi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Bu Spark portionga to'g'rilab qo'yilgan shaton, bunisi esa Damasning zavod uskosi. Mana ko'rib turibsizlar, bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Ko'pchilik biladi, bizda sotuvda bor viloyatlarga ham chiqazib beramiz. Yana bitta o'zgarish golovkada bo'ladi. Golovkani suruvchi tomoni mana zavod usko holat yaqinroq olib keling. O'ysimon bo'ladi. Biz buni kengaytirib, yumaloq qilib qo'yganmiz. Yana ham motor ot kuchi ko'payadi va kuchayadi. Agarda foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar va biz sahifamizga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Bu motor o'zimiz servisimizda teritganmiz. Bunisi esa Toshkent viloyati Parkent tumanidan bizga olib kelishgan. Qo'yga qilmaganimiz sababi srazi qilib berdi. Uzoqdan kelganmiz, srazi olib ketishimiz kerak deyishdi. Vallarni ham shilpovkalarni qilib, shatullarni qo'yib, podgollarni qilib berganmiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsani bo'laveradi.